Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Barchalarga bugungi kunimiz 2026-yil 11-may kunimiz xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun Zamin savdo do'konida Xudo xolasa yangiliklar bor ekan. Ajoyib 2 g'ildirakli skuterlarimiz bor ekan. Shular chiroylab, qo'ldan kelgancha sizlarga narx-navolar bilan yoritib berishga, tanishtirishga harakat qilib boramiz. Oldindan videolarimizda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Hop, orientirimizni Zamin savdo do'konining joylashish manzilini tushuntirib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Zamin savdo do'koni. Hop, yonimizda Boboshbek savdo kompleksi bor. Mana shu turdagi ishlab chiqarish materiallari, mana ishlab chiqarish mahsulotlari sotiladi. Boboshbek savdo kompleksi oldida. Barchalaringizni Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Mana xaridorlarimiz o'zlari uchun xarid qilishib ketishyapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Qutlug' bo'lsin. Qutlug', rahmat. Nech pulga bo'ldi? 4 million so'm deyishdi, ozgina o'tib berishdi, mana shu janchaga olib berdik. Mana 16 sakali, 5 ta kamatdan jihozlangan 16 sakali sigali skuterimizda aka xarid qilishibdi. 4 million so'mdan o'tib berishibdi. Xudo xolasa. Aka, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Doimo sog' salomat bo'linglar. Barchalaringizni Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Xo'p. Bugun sizlar bilan skuterlarni tanishtirib boramiz. Skuterdan tashqari bu yerda motorollar, mana shunday 300 kilodan tortib 1,5 tonnagacha elektr skuter motorollari hamda benzinli motorollar ham mavjud. Markabkadan chiqadi. Biz sizlar bilan bugun Zamin savdo do'konida skuterlar bilan 2 g'ildirakli skuterlarni tanishtirib boramiz. Mana biz Zamin do'konida Xudo xolasa 3 g'ildirakli mini skuterlargacha bor. Mana kelaverasizlar. Biz sizlar bilan Zamin savdo do'konining ikkinchi qismiga, podval qismiga tushamiz. Bu yerda 2 g'ildirakli skuterlarimiz bor ekan. Oho, mana skuterlarda koni. O'ptim oluvchilar uchun ham skuterlar bor ekan mana. Ajoyib turdagi skuterlarimiz bor. Xudo xolasa bugun bizga skuterlarni tanishtirib borishdi. Umidjon akamiz chiroyli tanishtirib oladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Zamin Moto obunachilariga xudo xolasa mana navbatdagi xudo xolasa videomizni joylaymiz. Mana skuterlardan bo'ladi. Skuterlarni juda ham so'rab turgan obunachilarimiz juda ham ko'p bo'lyapti, xudo xolasa. Juda ko'p skuterlar kelibdi mana. Hammasini qo'ldan Xohlagan turdagi, xohlagan modellari. 2026-yilda eng so'nggi rusumlar xudo xolasa sotuvga keldi mana Zamin savdo markazida. Har xil turdagilari, eng zamonaviy modellar xudo xolasa keldi. Ko'rib turibsiz, mana xudo xolasa 50 xildan ortiq skuterlarimizni assortimentlari bor mana xudo xolasa. Skuterlarimizni mana rasvetkalari hamma turidan, hamma rangidan mavjud. Xudo xolasa joy sig'maganda yo'laklarga ham xudo xolasa ikkita qilib, to'rtta qilib bo'lsa ham yig'ib qo'yildiki, shu mijozlarimiz hammasi bahramand bo'lsin modellardan degan nuqtai nazarda qilib qo'yildi xolasa. Ko'p mijozlarimizni korobka holatida ham berib yuboryapti, o'zlari xudo xolasa yig'ib olishtirgan holatlari ham ko'p bo'lyapti xolasa. Hop, Umidjon aka, bo'lmasa skuterlar tanishtirishni boshlaymiz, xudo xolasa. Mana bu yerga Umidjon aka, mana boshidan boshlaymiz, xudo xolasa. Mana taka modelimizni sidinasi bittalik keldi, splashnoy keldi. Splashnoy. Balon razmerlari 350 ga 10 bo'ladi. Katta mana dugali skuterlarimizda balonidan qo'yilgan. Cherokee balondan, yo'g'on Cherokee balon redline qilib ishlangan, sidinasi bitta bo'lib ketdi hozir. Butun ikkita odam bemalol sig'adigan qilib. Dastavchik bachoklarigacha mavjud bo'ldi. Obunachilar ko'rishlari mumkin. Bemalol dastlabki xizmatlarni ham, xo'jalik yumushlariga ham kerakli.
hozirgi kunda. Albatta. Hop, egarlarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana ikkinchi skuterni solishtiramiz. Mana bunda esa bemalol uzun holatda 2 kishi sig'adi. Mana o'zini bu yerda nimalargacha bor, oyoq qo'yib bemalol yuradigan. Eng zo'r joylaridan biri avtomat korobka. Mana oldiga ham, orqaga ham yuradi mana. Erga ursa zadniga yuradi, paga ursa parkovkada, daga ursa, esga ursa kuchayveradi. Sport rejimlarigacha Tormoz bor yetkazmay tormoz, to'la masofada zaryadni yurishi xudo xolasa bularimiz 75-80 km tezlik 60 ga chiqadi. 60. Narxi 5 million 800 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastlabkachada yetkazib beramiz xudo xolasa. Mana shu balonli katta Cherokee modelimiz xudo xolasa. O'zini hujjatlarigacha turibdi pastda bog'langan. Zamin Moto obunachilariga lekin doimo aytganimiz jonaga chegirma qilib beramiz. Chegirmasini qilib beramiz. Faqat shu nimamizga like bosgan, pastga obuna bo'lish kerak. Xudo xolasa mijozlarini Hurmatli bu narxlardan o'tib ketadi. obunachilar, mana skuterlarni ayamasdan like'lar bosinglar, yaqin do'stlarga videoni ulashib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'ysalar, afzallik taraflari bor. Skuter olganlarga Zamin Moto YouTube kanaliga a'zo bo'lganmiz desalar, narxlarni yanada chiroyli qilib beradi. Albatta. Endi 16 sakadiska avtomat korobka xudo xolasa JK modelimizda tormoz simulator yetkazgisi keldi. 5 ta akkumulyator 60 ga 20 liklari keldi. 4 million 800 ming so'mdan dastavkasi ichida. Mana 4 million 800 ming so'mdan. Bilasiz, biz Zamin savdo markazida hamma yo'q so'mga aytiladi. Ko'p mijozlarimiz to'liq ma'lumot ega bo'lishlari uchun narx-navoni to'liq turishlari uchun xolos so'mda narxlarni chiqarib beramiz qo'ldan kelganicha. Vodiy bo'ylab dastavkamiz. Dastavkalarimiz bu narxda bepul. Endi arzon model so'ragan mijozlarimizga xuddi shu modelimizni prostoyroq modeli, Doga sistemalarigacha bor, 60 ga 20 ga model avtomatik ko'rikda 4,5 million so'mdan dastavkasida qilib beramiz. 4,5 million so'mdan. Mana shu modellarimiz 4,5 million so'mdan. Bu ham Redline formada avtomatlashtirilgan xudo xolasa. Bu ham sifati yangi 2026-yilga keladi. Barcha mahsulotlarga 2026-yil akkumulyatorlar bilan jihozlanadi. Albatta. Endi 16 cho'ntaklarimizda 2 xil modeli keldi. Samjo, mana bu yoqda Redline qizil diskalasi keldi, oq diskalasi keldi. Kimga nima xohlovchilarga mijozlarimizga xudo xolasa ikkalasidan ham juda ham ko'p Redline modeli bo'lsa 16 sakadiska cho'ntaklar degan mijozlarimizga Redline holatdagisi ham keldi. Bu modellarimizni 4 million 400 ming so'mdan, Redline 4 million so'mdan prostoy modellarini xudo xolasa qilib beramiz. Sotuvda mavjud bor xudo xolasa. Bemalol mijozlarimiz aloqaga chiqishlari mumkin, rasvetkalari xudo xolasa bor. Endi mana bu modellarimiz ham keldi. Yangicha Dogalar, mana o'zining kaskalari 60 ga 20 zaryadchiklari bilan mana o'zining hujjatlari bilan yangicha ko'rinishda keldi. Redline qilib ishlangan balonlari o'ta ham sportivniy holatda turadi. O'zini hamma yoq kaska, jilet formalarigacha kelgan. Narxi 5 million 400 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. 5 million 400 ming. Bu modelimizni ham qilib beramiz. Ana ochkili model deyiladi, eng zamonaviy yangichasi. Bemalol kelaverasizlar, mana bahosi 5 million 400 ming so'mdan. Akkumulyatorlari nechta bo'ladi? Akkumulyatorlari 5 talik bo'ladi. 5 ta 60 ga 20 bo'ladi. 60 ga 20 amperli akkumulyatorlar jihozlanadi mana. Bemalol kelib, ko'rib yoki onlayn yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali, WhatsApp, Telegram orqali ma'lumot so'rasa mijozlarimiz hammasiga yetkazib beriladi. Bizda onlayn hamda offlayn savdolar mavjud. Albatta. Endi mana bu yoq dastavchilik xizmatlari bor. Bizda bilasiz, Toshkentda hozir juda ham ommabop bo'lib turgan veloskuterimiz. Oldi orqa tormozi jitkiz tormozda. Mana dastavka xizmati orqasiga qo'yiladigan. Akkumulyator xohlasa bittalik, xohlasa ikkitalik modellarimiz. Mana. Bunga hech qanaqangi prava hujjat talab qilinmaydi. Narxi bu modelimizda bittalik akkumulyatorlisi bo'lsa, akkumulyatori ikkitalik divoyni bo'lsa, $130 akkumulyatorga farq beradi. Agar o'zini holatidagidek bo'ladigan bo'lsa, ikkitalik akkumulyator zavodskiy holatda qilsa ham 8 million so'mdan dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Zamin Moto obunachilar e'tibor beramiz. Ikkita akkumulyatorli bo'lgan holatdagisi. Ikkita litий akkumulyator tushadi. Dastavkada yurgan aka-ukalarimiz shuni yaxshilab eshitinglar. Ikkita bo'lsa divoynoy bo'lgandan keyin bemalol yumushni uzoq joyga ham dastavkani yetkazib olib borsa bo'ladi. Yoki o'zini yumushida minsa ham bo'ladi. Agar bitta qo'yib yursa ham bo'ladi. Bitta qo'ygan holatda, litий holatda qancha kilometr yuradi? Bitta holatda 95-90 kilometr masofa bo'lsa-da, divoynoy bo'lsa 180 kilometrgacha yuradi. Ana 150-160 kilometr deylik. Endi shahar ichi bor, qisqa yurishi bor, yonib turishi bor, svetlar hisobiga 150 kilometr yursa, lekin juda zo'r bo'ladi. Hozir elektromobillarda ham eng arzoni shu 200 kilometr yuryapti, 250 kilometr. Shunday bo'lyapti. Bemalol ancha masofani bosib o'tadi.
Albatta. Narxini yana bir eslatib o'tamiz. Narxini 8 million so'm ikkita akkumulyatorlar, Ha, 7 million 200 ming so'm bitta akkumulyatorlar qilib mana beramiz. kelaverasizlar. Bemalol Aloqaga chiqaverasizlar. mumkin. Erkandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi mana bunaqangi burgut modellarimiz, mana bunaqangi Delfin modelimiz keldi, burgut modelimiz keldi. Ikki xil modellar, balonlari spesiali, yangicha kattalar holatda keldi. 6 ta akkumulyatorlar hammasi jihozlarimiz spesiali bo'lib keldi. Spesialsiz modellar keldi, ikki xil modellar keldi. 7 million 200 ming so'mdan bez spesiali, 7,5 million. Bu modelimiz 7 million 200 ming so'mdan, spesialicha yangicha model olaman degan bo'lsangiz 7,5 million so'mdan. 7,5 million so'mdan mana. 6 ta akkumulyatorli holatda. To'la zaryadda bemalol modellarimiz 90 km masofada tezligi 80 ga chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Endi mana bunaqangi ochkili modellarimiz ham spesial baloni kattalari keldi, xudo xolasa. Bu modellarimiz ham 7 million 300 ming so'mdan qilib berib turibmiz. Bemalol mijozlarimiz aloqaga chiqishlari mumkin. 7 million 300 ming 6 ta akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Bular hammasi hozir 6 ta akkumulyator. Hammasi 6 ta akkumulyatorlar. Akkumulyatorlar 2026-yil, motor ham 26. Albatta 2026. Hali 25-yil motor akkumulyator qo'yib qo'yish degan narsalar bo'lmaydi. Albatta mijozlarimizga ko'rib olishlari mumkin. Ba'zi skuterlarimiz akkumulyator qo'yilmagan, ko'zini oldida qo'yib bosib beriladi xolos. Endi shu modelimizni mana bunaqangi, bu ham dastavchilarimiz uchun mo'ljallangan tablolarni, katta planshet tabloli kelgan, zamonaviy tablodan kelgan. Ko'rinishlarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. 6 ta akkumulyatorlar 90 km masofa bosib o'tadi. Jitkisnoy oldi orqa jitkisnoy bo'ladi. Dastavchilarimiz juda ham qulay bo'lgan modellarimizdan bu. 7 million so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Bemalol kelib Zamin Moto obunachilar uchun chegirma narxlarini qo'ldan kelganicha xudo xolasa. 7 million so'mdan. Yana ham kelishgan onasi. 7 million so'mdan ekan mana. Kelaverasizlar. Bemalol. Endi mana bunaqa long modellarimiz, avtomat korobkalari keldi, mana bunaqa kattalari keldi. Balonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu ko'rinishda sifatni ko'rsatib o'tasiz. Ularga avtomat korobka keldi, long modellarimiz ham. 6 ta akkumulyatorlisi ham bor. 5 ta akkumulyator, hozir biz turgani 5 ta akkumulyatorlisi 5 million 800 ming so'mdan, 6 taligi bo'ladigan bo'lsa 6 million so'mdan qilib beramiz. 5 million long modellarni ko'rasiz. Ikkita odam bemalol sig'adi. Mana ko'ryapsiz, ha? Bu yoqda sidinasini solishlaman desangiz, ancha farqi bor. Turishida ham bu gali skuterga o'xshatib ketadi kattaligi. Yonma-yon turibdi, obunachiga e'tibor beramiz. Bunisi sidinasi bittalik, bunisi ikkitalik. Long model desalang, telefon qilib, long model haqida so'rasalang, long deb so'ranglar. Adashtirib qo'ymanglar. Bemalol. Keyin yana bir narsani eslatib qo'yamiz. Agar YouTube kanalimizni ko'rib turgan bo'lsalang, qaysi skuter kerak bo'lsa, telefonimizni yonida tugmani bossak, screenshot bo'ladi. Akamiz nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Pastda shu Zamin savdo do'konidagi barcha xodimlar nomerini chiqarib qo'yamiz. Shunga Telegramda tashlasalaring, sizlarga ma'lumot berish yanada oson bo'ladi. Chunki qaysi bu yerda ko'p tursa, skuterning sonini qaranglar mana, ko'p. Qaysi skuter so'rayap turganingizni bilmay qolishadi. Shunda o'sha modelni o'zini mana shu skutermi? Mana shu turish holatida screenshot qilib tashlasalaring, Telegram kanallari bor, WhatsApplari ham bor. Shunda ko'rishadi, narxlarni aytib, o'zlaringga alohida yana tushuncha qilib, obzor qilib ham tashlab berishaveradi Telegramga. Albatta. Shu bir qo'shimcha eslatib o'tdik. Xudo xolasa mana Rustamjon navbatdagisini tanishtirib o'tamiz. Mana bunaqangi baloni katta Redline bunisi ham keldi. 16 jakalarimiz so'rov juda ham ko'p bo'ldi. Baloni katta bo'lsin degan, Shiroki bo'ladi. Mana bundan ham Shiroki bo'ladi, Lo'yindan ham. Lo'yindan ham Shiroki ekan. 5 million 200 ming so'mdan avtomat korobkalasi keldi, 5 ta akkumulyatorlar. 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm. 5,5 million soat turadi. Eskidan 5 million 200 ming so'mdan qilib beryapti. Bu ham avtomat. Redline forma mana. Redline forma baloni kattasidan. Mana o'zi ko'rsatib o'tsangiz ham mana balonlarni bu yoqda katta kichkinalar bilan yoniga solishtirsangiz bu kattasidan bo'ladi. Mijozlarimiz adashtirib qo'ymasin. Shiroki balon so'ragan obunachilarimiz ham juda ham so'rovlar klientlarimiz ko'p bo'lyapti. Shag'arli joylarda, past baland joylarda mana balonni ko'rsatib o'tsangiz ikkalasining farqini. Katta kichkina bo'ladi, 2 barobar kichikroq bo'ladi. Bunisi kattaroq bo'ladi. Kichkina mana, buniki esa katta balon mana. Mijozlarimiz adashib qolishmasin bu modellarimizga. Narx-navosida farqi bo'lganda, buni nimaga farqi bor desa, turishida, balon razmerlarida masalan ancha farqi bo'ladi. Shuning uchun to'liq yorib ketganimiz yaxshi. Nech pulga sotgan ekan buni? 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'mdan kelaverasiz. Balon yupqaroq, kichikroqlari bo'lsa 4 million 800 ming so'mdan. 4 million 800 ming so'mdan bular. Albatta, taka modellarimizda mana bunaqangi Redline modellar keldi. 6 ta akkumulyatorlar keldi. Sidinasi 2 kishilik, 2 qatorli, ya'ni bitta ikkita. 6 ta akkumulyatorlisi ham keldi. To'g'rimi sizda jitkisnoy, avtomat korobkalisi. Taka model deyiladi, 2 kishilik. 6 taligi ham bor, 5 taligi ham bor, ha. Narxi 5 million 800 ming so'mdan 6 talilarni kelib, 6 taliklari 5 million 800 ming so'mdan. Mana skuterlarimiz mana. Ko'rib oylar oldidan ham mana shu. Bemalol kelib mijozlarga xarid qilishlari mumkin. Sizlar 2 kishilik. Endi bu yoqda skuterlarimizni arzon so'raganlar xohlagan joylarni ko'rib olishsa $230 qilib beramiz.
Ya'ni 2 million 800 ming so'mdan. 2 million 800 ming 14 so'mdan cho'ntakda originali. cho'ntak 14 cho'ntakli originali. Masofa boshi to'la zaryad 60 km yuradi, akkumulyator 48-24 talik bo'ladi. 230 dollardan xohlagan joylarni ko'rib olasiz, bemalol narx-navosi. Bemalol tayyor holatda 2 million 800 ming 2 million 800 so'mga dollar 230 dollar qilib beramiz mijozlarimiz. Bemalol qayerga chiqishaversinlar. Endi bu yoqda mana modellarimiz, ochkili modellarimizni 6 akkumulyator jidkisnoy tormoz sistemalari kelgan. 7 million 300 ming so'mdan tanlab olishga xohlasa burgut modelini xohlasin. Xohlasa bu modellarni olsa mijozlarimizga. Xohlasa bu modeldan, xohlasa bu modeldan. 7 million. Yana bu modellarimiz ham bor mana. 7 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 7 million 200 ming so'mdan mana ketdi. Zamin Moto obunachilar haqiqatdan podpischik bo'lgan, obuna bo'lgan bu mijozlarimizga yana ham skidkalarni, bonuslarimiz bor, qo'shib beramiz. Shuning uchun hurmatli obunachilar, videoga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, hamda yaqinlarga ham ulashib qo'yinglar. Sizga foydasi tegmasa ham, siz yaqiningizga savdo qiladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ygan bo'lsa, yanada narx-navolarda yordam bo'ladi. Albatta. Endi mana bunaqa dugal skuterlarimiz yangichalari keldi. O'ta ham zo'r full pozitsiyalari keldi. 6 ta akkumulyatorli 72-20 li dugal skuterlarimiz 6 million 800 ming so'mdan 6,5 million so'mgacha Zamin Moto obunachilariga qilib beramiz. Yana narxini qaytarib yuboring bir marta. 6 million 800 ming so'mdan 6,5 million so'mgacha mana shunaqa yangicha zamonaviy dugal skuter mana degan mijozlarimizga 6 ta akkumulyatorli 6 ta akkumulyatorli dugal skuterlarimiz keldi, xudo xolasa. Jidkisnoy tormoz, oldi orqa jidkis. Tezliklari bemalol modellarimiz 65-70 tezlikka chiqadi. Qo'shimchalarda kaskalari, hamma yo'g'i bor. hamma yo'g'i bor. Albatta, formalari albatta bo'ladi, xudo xolasa. Bular endi ochiq ko'rsatmayapmiz. Hamma ko'rsatgan skuterlarimizda kaskalari, jiletlari bor qo'shimcha. Hech qanday uni qayg'urish, u shunday ham o'zi bonus qo'shib beriladi. Albatta. Uni kimda qo'shib beramiz, bunaqa qo'shimchasi bor deydi, u o'zi shunday ham qo'shib beriladi. Albatta. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday turdagi barcha skuterlarimiz ham bor. Kimga qanaqa skuter ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Yanada to'liq bo'lish uchun shu videoda o'sha ko'rgan skuterlarning qisqacha screenshot bo'ladi. WhatsApp, Telegram kanaliga tashlab beraverasizlar. Hozirgi bu yangiliklar keldi. Balonlari kattalari keldi. Eng nimalarimiz, moshinalari, bu modellarimiz eng zamonaviy bo'lib turgan modellarimizdan biri hozir. Narxi 5 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Akkumulyatorlari o'ta moshina, mana o'zini tez zaryadlangan zaryadlargacha qo'yilgan, 60 ga 20 bo'ladi. Baloni 350 ga 10 bo'ladi. To'la zaryadda 80 km masofada tezligi 65 ga chiqadi. Narxi 5 million 800 ming so'mdan balonni shirokiylar. 5 million 800 ming so'mdan aloqaga chiqaverasizlar mana. Bemalol kelib, mana dugal skuterlar balondan ham kattasi. Avtomatik korobkali. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bor modellar. Endi veloskuterlarimiz mana bunaqangi redline balonlari 5 ta akkumulyatorlisi ham keldi. 4 talik bo'lardi, Husanjon aka. 5 talik keldi. 5 million 400 ming so'mdan bitta sidinalisi. Bitta sidinalisi. Silikon bo'ladi. Mana skuterlarga o'xshagan teli ichlarida yonadi, chiroqlar. Narxi nechi pul? Yana bir qaytarib 5 million 400 ming so'm, 5 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 5 million 100 ming so'mdan qilib. Ana 5 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. 5 million so'mdan gapingizni. Zamin Moto obunachilar uchun 5 million so'mdan qilib beramiz. Ana. Endi arzon so'ragan mijozlarimiz ham bor. Mana xuddi shu modelimiz, sal prostoyroq model, redline bo'lmagan modellarimiz 4,5 million so'mdan. Zamin Moto obunachilari uchun 4 million so'mdan qilib beramiz. 4 million so'mdan kelaverasizlar. Ikki xil modellar, spesial modellari bor. Lekin bularda ham akkumulyatorlar hammasi 2026-yil bo'ladi. Albatta. Endi mana bu yoqda veloskuter so'ragan mijozlarimizga mana skuterlarimizni har xil turdagilarigacha bor mana. Endi bu yoqda joyiz qolmasa mana bu yoqlarga ham o'tildi Rustamjon aka. Skuterlarimizni bemalol mijozlarimizga tayyor holatda mana yig'dirgizib qo'yilyapti. Siklat tomonimizdan xudo xolasa tayyorlab ketishga mana sotuvga xudo xolasa tayyor qilib xudo xolasa jo'natiladi. Bemalol mijozlarimiz aloqaga chiqishlar, skuterlarimizni xohlagan modellarini bizga tushuntirib berishsa, shu modeldagilarimiz xudo xolasa to'liq ma'lumot, xarakteristikalarni xudo xolasa yetkazib beramiz. Barcha obunachilarimizni Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Albatta bizni Zamin Moto YouTube kanalimizga a'zo bo'linglar hamda Instagram sahifalari ham bor. A'zo bo'lib qo'ysalaring o'zlaringiz uchun foydali bo'ladi. Hamda videoni yaqinlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Like'larni ayamanglar. Doimo Zamin savdo do'koni barcha xalqimiz uchun eng sifatli va arzon va qulay narxdagi skuter motorollari, ikki xildagi skuterlarni doimo yetkazib beradi. Doimo sog' salomat bo'linglar. Barchalaringizni Zamin savdo do'konida kutib qolamiz.